Aleksandr Dyuma jahonga mashhur fransuz yozuvchisi, dramaturg va jurnalist. U 1802-yil 24-iyulda Fransiyaning Villers-Cotre shahrida tug'ilgan. Sarguzasht janridagi tarixiy romanlari bilan dunyo miqyosida shuhrat qozongan. Uning qalamiga mansub 1200 dan ortiq asarlar, xususan Graf Monte-Cristo, Qora Lola, Ikki Diana, Uch mushketyor kabilar o'zbek tiliga tarjima qilingan. Yozuvchi o'zining tarixiy asarlarini yozishda mashhur tarixchi va adabiyotshunos Ogust Make bilan hamkorlik qilgan.